Azizlar videoga yaxshilab e'tibor beringlar. Beruniydan mana Karimga kelyapmiz. Mana ham Astonovka mana Isuzu turibdi. Svet yashil yonib turibdi mana, svetofor yashil yonib turibdi. Avtobus mana mana shunda chapga yurib chiqib keladi, bundoq chiqib keladi. 10 tomonda ko'cha bor edi, ko'rgan bo'lsanglar. Azizlar videoni ko'rdinglar. Bugun 27-mart, kech payti 26-mart kuni bo'lgan holat bo'yicha tushuncha berib ketaman. Ko'pchiligimizga foydali bo'ladi. Men harakatlanib kelyapman, avtobus bekatda turuvdi, xuddi shunaqa Isuzu turuvdi. Harakatlanib kelyapman, o'ngga burilishim kerak, sekinlashuvdim. Avtobus harakatni boshlab qoldi. Avtobusga yo'l berib, o'ngga burilmoqchi edim, orqamdan bir 3 ta haydovchi kelib, babillat signalni chalishdi. Endi menda video registratori yo'q, o'sha holat bo'yicha videosini qo'yib beradim. Rasa signalni chalishdi-da. Haydovchi harakatlanayotganda yo'lda hushyor bo'lish kerak. Bu videoni nima qilyapman? Yo'l harakati qoidasida haydovchilar aholi punktlarida avtobus va trolleybus bekatdan harakatlanish boshlaganda yo'l berish kerak degan joyi bor. O'z navbatida avtobus va trolleybus haydovchilari o'zlariga yo'l berilganligiga ishonch hosil qilingandan keyin harakatlanish kerak. Mana yozig'ini ham chiqarib ketaman qoida bo'yicha. Azizlar, yo'lida harakatlanyapsizlarmi? Avtobus bekatdan harakatlanishni boshladimi? Agar imkoninglar bo'lsa, ilojinglar bo'lsa, gaz tashlab yo'l berib yuborganingiz yaxshi. Hozir endi o'rni kelgani video qilib ketdik dedim, foydali bo'ladi. Endi bunga ham negativchilar nimadir dang'illatib tashlashingiz mumkin, gapirish mumkin emas. Men negativchilardan umuman xafa bo'lmayman. Birovning fikrini buzib yuborish niyatim yo'q. Azizlar, mana shu videoga like bosib, kanalga podpiska bosib qo'yinglar. Yo'lda harakatlanayotganda hushyor bo'linglar, yo'linglar bexatar bo'lsin, salomat bo'linglar.